Assalam. Kitap oquşman beriga hoş geldiniz. Hazır Halide İsrail'nin Keşmiş namlıq romanını anlatışını davamlaştırınız. Aldın qitimliq anlatışımızda toğraqlıqları hayatıda tünci qitim qara quş, yani aeroplanını gördü. İlgiri Abdikerim Qarahacı özü haremge bağanda kögen anlığallardan aeroplan, paraxot, telegram, maşina degandek narsani so'zlab bersa, xuddi cho'chak anlagandek ancha ishonmay qolgan to'g'raqliqlar endi Allohning bu karomatidan hayron has bo'ladi. Ham aeroplan voqeasi ularda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Undan boshqa to'g'raqliqda yana yangi maktab ochiladi. Ba'zilar yangi maktab bolalarimizni dindan chiqarib etadi deb ansirab qarashtirsa, yana ba'zilar bolalarimizning ko'zi ichilib, savodliq bo'lsa yaxshi emasmi deb maktabni qo'llaydi. Maktabga faqat o'g'illarla boradi, afsus. Ammo nəhayət namrat bir ailenin qizi Zeynep öz ufkusi orqali maktabda o'tilgan darslarni o'rganadi. Bundan xabar topgan muallim onu maqtab bir she'r yozdi. Lekin shu she'r sabablik shariat qoidasi bo'yicha narsida qiz chalma kesa qilinib, tasqalada o'lib ketgili. Ilmi yaxshi muallim Zeynepni qutuldirib oladi va hech nimaga qaramay o qizni o'z amriga oladi. Va nihoyat baxtli yashaydi. Muallim Qashqarda cho'ng bir boyning o'g'li bo'lib, keyin to'g'raqliqda yangi maktab taqalgandan keyin Zeynepni ilib Qashqarga ketadi. Xo'sh, romanni davomlashtiraylik. 9-bob. Abdikerim Qarahacı yeshining cho'ng eshig'i agishib, kasalchan bo'lib qoldi. Uning ustiga egilik ishlariga ipi bo'lmaganligi uchun iqtisodiy jihatda turmushini o'ttirib o'tkazadigan holga tushib qolgan edi. Badamxon tejashlik ham pamparasatlik ayol bo'lg'ashqila birni ikki qilib shiltib chandurmay kelyotdi. Shu yillarda yangi 105-i Turdaxonning navrisi Vilaxon tez ko'tarilib, kentning oldi bo'lib qoldi. Yurtdagilar uni qumliqdan mushtak yo'g'an go'har tepibdi deyishatdi. Hatto bu ishni o'z ko'zi bilan ko'rgandek hikoya qilishganlarmi bor edi. Bir kuni Vilaxon eshak minib yo'qolib ketgan qo'ylarni izlab qumliqda ketib borsa, jiroqda bir narsaning vol-bul chaqnab turganini ko'ribdi. Yaqin berib qarasa, yo'g'onli bir parcha go'har ekan. Uni qo'lga elibdi. Uning yo'riqidan ko'zlari qomishib, ko'zni ocha olmay qopti. U oqshimi uyiga chiroq yondirmisimi? O'sha go'harning yo'riqida yop-yo'riq turarmish. Xotini Nisoxon kechasi go'harning yo'riqida choq egirarmish. Kishilarning nima deyishdan qat'iy nazar 1940-yillarga kelganda kentdagi terig'ili bo'ladigan yerning ko'p qismi suyi kundan kunga azlab ketayotgan To'xtaxonning buluqidan boshqa suyi mo'l ikki buloq Vilaxonga tava bo'lib ketdi. Uning chorva mollarimi ig'il qo'tonga batmay qoldi. Kentdagi yer yo'q kishilar uning yerini teraydi. Ular masjid oldiga kichik bir charchin mol do'konini ochgan edi. Bu do'konda dehqonlarga keraklik hamma narsa tepilatdi. Uningdagi mollarni naq pulga setib olg'ilimi, biror narsaga tegishkilim bo'ladi. Nesigim beratdi. Uning 3 otliq harbisi bozor bilan shaharga to'xtamay qatnab turadi. Vilaxon bilan o'g'illari boyliqiga qaramay al qatori nihoyat oddiy turmush kechiradi. Kishilar bilan burunqidaklar sanlashib so'zishib, hammaga barobar muomala qiladi. Uni demisimi, olqanchilik kentdagi bu kishilar bir-biriga tag-tegidan ayon bo'lib qolmay, ko'p qismi urug' tuqqan keladi. Har qanday odamning oti bobusini surishtirib ketsa, ona tarafdan yoki dada tarafdan To'xtaxonning ayni yillardagi 4 o'g'il, 2 qiziga tutishyapti.
yat uruqtikiler bolsumu az edi. Vilahun bilen oğulları işcan hem pişik adamlar edi. İşlegende cinini ayımay işleydi. Yıllıkçı ortakçılıklarını mı şundak işiltetdi. Kişiler ularını çaşqanğı kepek aldırmaydı deydi. Lekin ular yurttaşlarının beşiğe gün kelgende qarab durmaydı. Daim yetim yesir, aciz uruqlarının beşini sılap mescidge sadık kılıp duratdı. Eytişlerçe Vilahun 105'inin qazlıqıda iki halta yan-muyan esaqlıq durad eken. Oң taraftikisi aq halta, sol taraftikisi qara halta deyiladi eken. Özleri halal işlep tapqan pulları oң taraftiki haltıga taşlandı eken. Onandan ayma-ay 3 zakat ayırıp sol taraftiki haltıga taşlığandan başqa puxradan elindadigan namaz haqqı, şerikname, miras haqqı qatarlıqlar bilen sovg'a salam ve tölen pulları mu bu haltıga taşlanıp yurtının 3 zakat pulu qılınıdı eken. Bir qitim Vilahunның bir nevrisi qara haltıdan pul elip xajligini üçün Vilahundan qattiq tayyaq yeb 2 haftagicha ordadan qopalmay yatqan eken. Biroq yıllar ötkençe mal dünya üstünlük tuyg'usi uning balachaqa nevrlarining huy peylini o'zgartmay qolmadi. Ilgari madikarlar bilan tankatman chopadigan o'g'il nevrlar endi ujni soyasida o'ng yetib boshqalarni ishlatadigan bo'ldi. Uning xotini va kelinlari oylab etis tarafga o'tmaydi. Anda sanda etis eriqi ko'rgisi kelib qolsa, kuyib ketishdan qo'rqib yuziga 2-3 qavat qetiq chepib, yuzini romal bilan yepib, g'arvaga o'tirib boradi. Oğul nevrlarning ichidan qimar o'ynab, to'q so'qishtiradigan, xalqning chiroyli qiz kelinlarini elib qochadigan, odam yig'ib, jangi jadal chiqirdiganlarmi? Kuchiga tayinib, boshqalarni bo'za qiladiganlarmi chiqib qoldi. Yaşınıp qalğan Vilahun balachaqa nevrlarini boshqarolmas bo'lib qolgan edi. Shuning uchun 1951-yili bu kentga tushgan xizmat atirti Vilahun bilan cho'ng 2 o'g'lining tarkibini pomishchik ayirib, ularning yer, chorva mol, do'kon va uy bisotini musodara qilganda to'g'roqliklar xo'p bo'ldi deyishdi. Ularni kurash qilgan yig'inda cho'nglar gap so'z qilmay o'ltirib olgan bilan bir qism aktiplar Vilahunbay bilan o'g'illarini qo'lini kayniga qayirib gajgisidan besib turib tasib urdi. Urg'anlarning biri yoqi yurtliq Namrat dehqonning o'g'li Bakrahun, yana biri Qurbonbaxshi bilan Xadichaning nevrisi Namat edi. Ikkilasining ota-onasi Vilahunning o'rtaqchisi edi. Yilma-yil qarzdan qutula olmay kelgan bu kishilarni kompartiya qutuldirgan edi. Onun ustiga boyning cho'ng nevrisi bu ikkisiga kun bermaydi. Ular uchun o'chini elib oladigan fursat kelgan edi. Kurash yig'inida bu xalcham otliq, o'roq, shodapochaq bir ayolmi boyning ustidan yig'lab turib shikoyat qilib, uning va o'g'illarining yuziga tükirdi. Ko'ziga qo'llarini tiqdi. Yaşınıp qalğan Vilahunbay xorliqi chidamay yum-yum yig'lab ketdi. Mush ayolning eri kasal bo'lib uzun yil yetib qolganda Vilahun uningga qancha qitim un, yog' go'sht chiqargan. Bolalarining qishliq kiyim kechigini qilib bergan edi. O'z vaqtida boyakam deb yumg'oq sutning uruqchilik tuqqandarchiligini pesh qilib, ularning uydan chiqmaydigan ayol edi. Abu sözləbatqan adamı ata-anasının dəfni dünyasını yetib yep tügütüb etken bir orun idi. Vilahun onu çağırıp əkelib qanç qitimlap nəsihət qılğan. Abu şuar toğlavatqanlarının içidimi onun yaxşılığını körgənlər çıx. O, ularga heç qandaq yamanlıq qılmağan. Yaş balalarının otursidiki jangi jadal degan bo'lib turdigan ish. Bir uydagi akufkularmi so'qishib, g'ajg'ushlashib turdi-ku.
Ey Xuda, özünge koydum. Bilip bilmey ötküzgen günahlarımni keçirersen. Müşkülümni asan kılarsan. Özün bir yolda koyarsan. Vilahun bay Xudaga әні şundaq iltica kılatdı. Bırak Xuda mı ularını taşlıp etkendek kılatdı. Şunundan tartıp Vilahunlar toğraqlıqdaki ən bəxtsiz, biçara adamlarga aylandı. Onun əksicə öz vaxtidagi ortaqçılar, namrat padişçilar və ularının balları avazının barıç şuarı toğlap yürüp kentkilərinin təqdirini belgiləydiğən muhim adamlardan bolup qaldı. 1952-ci 103 ailelik toğraqlıqda Tunji yezliq hökumət quruldu. Bu vilayet boyunca en küçük yez idi. Qurbanbaxşının nevresi Nəmət, yani ilgiri beşida yarısı bolğanlıq üçün kişiler onu Nəmət Taz deyişetdi. Yezilik hökumətinin tunji başlıqı boldu. Kommunistik partiya namratlarını yöləydiğən partiya bolğandan keyin onun da kök namratının başlıq boluşu tarixi muqarrarlik idi. Yani kelip Taz degan hayyar kelur deyishkindek Nəmətning mu og'zida gepi, qo'rsqida yetgudek cho'tur bar edi. Vilahun baylarning yuziga tükürgen tul ayal Buxilchixon ayallar mudir bo'ldi. Uning o'ziga o'xshash shadibachaq 5 qizi bar edi. Cho'nglari erga tegib ketgan bo'lib, hozir rasa bo'yiga yetgan 3-chi qizi qizlarining ichida eng chiroyli hisoblanadi. İlgiri Buxilchixon bu qizni doim Vilahun baylarının öyiga agashtirib apirib, "Oltingil qizim bek ishchan, lekin g'izani az yeydi. Hammadan obdan yeri quruq gap bilan xo'shi yo'q" deb maqtaydi. Ko'nglida ular bilan qudu bo'lishni tama qiladi. Jahon o'zgargan hamon Nəmət Taz bilan oppoq-chappoq bo'lib oldi. Ilgiri Nəmətni görsə, burnunu tosib neri ketadigan Oltingul mu Nəmətning orqasidan chiqmaydigan bo'lib ketdi. Shunda qilib Taz Oltingulga erishdi. Shodipacha xotin ayollar mudiri ham yezi boshlig'ining qaynonasi bo'lib davron surishga boshladi. To'g'raqliqlar Nəmətdan emas, Buxilchixon mudirdan qo'rqishatdi. Demisimi o to'g'raqliqda yerning tegida midirligan jilanning shapsini sezib Nəmətga xabar yetkizib turadi. Nəmətdan anlab olgan gaplari bilan birini xo'sh qilsa, yana birini qo'rqitadi. Shunda qilib yezidiki hamma odamni changirga ilib olgan edi. 10 yilga qolmay Buxilchixonning kuyo'g'illari to'g'raqliq bo'yicha holliq odamlarga aylandi. Nəmət toğraqlıqdaki saq 32 yıl so'radi. Madaniyat so'r inqilobi mezgilida isyanchilar huquq tartib olgan bo'lsa-mu, qamlashtira olmay oxir yana Nəmətga o'tkazib berdi. Ondan keyingi qandaqdir bir harakatda xizmat gruppasidagilarning harakatlantirishi bilan Nəmətning xotini taraf tuqqanlari bilan birlashib qilgan zo'rliq, zo'mbuliqlari fosh qilinib, Nəmət huquqidan ilib tashlanganmi bo'ldi. Ammo yeni başlıq texmi namrat, urug' tuqqanlari texmi ko'p edi. Ularning hammasi hollanib bo'lg'icha to'g'raqliqlarning yana jafo tortishiga to'g'ri keladi. Ikkinchili kentdagi qiyirlar maslahatlashib, dehqonlarga gap o'gitib yurib, yeni boshliqni o'rib etib, yana Nəmətni saylab oldi. Nəmət savatsiz edi. Özünün ismini qing'ir qiysiq qilib aran yoza olaydi. Yezining xat aloqa ishlarini yezliq hukumatining kotibi Hemtaxunga tashlab beradi. Yuqoridan kelgan hujjatlarni uningga o'qitib anglaydi. Birari arz yezib kelsa, arzini o'qigan qiyofatga kirib olib, "Arzingni ko'rdim. O'z og'zing bilan bir degina, anglab ondan bir nima dey" deydi. Arz qilg'uchining gapini anglab bo'lgandan keyin, "Ha, mo'shinchilik ishqimi? Mo'shinchi vola arz yezib kelamsan" deb qo'yadi. Yezida yig'in ichilsa, gezni ta'tir tutib elib,
gezdi o'qib bergan bo'lib, vasxonlik qiladi. Kishilar uning savodsizligini bilgachga qiliqlaridan ichida kulsimi, og'zidan chiqarishga petin olmaydi. Yezliq hukumatning qurilishi bilan tang yezida bir boshlang'ich maktab, tibbiy punkt, bojxona, ochliq punkti, chorva punkti qatorliqlar qurildi. Bu yillarda odam va terilg'i yer tez ko'payib, buloqlarning suyi yetishmaydigan bo'lib qolganlikdan to'g'raqliqdagilar 3 yil zarbidarlik bilan ishlab, o'stan chepib, 1,5 kunlik jiroqliqdagi daryodan suv boshlab keldi. Bu o'stan ozodlik o'stani deb ataldi. Bu o'stanga atyoz va kuzda suv keladi. Yezdikilar har yili qishda qum tinib qolgan o'stanni qaytadan qezib, qishini egiziltadi. Kishilar buni o'stan hashiri deb ataydi. Azadlık o'stani 1970-yillarda Nahiyening yordam bilan tosh o'stan qilib o'zgartib yasalg'ucha to'g'raqliqdagilarni oz qiynamadi. Lekin to'g'raqliq uchun suv jonga baravar edi. Ular suv uchun har qanday bedel to'lashga rozi bo'ladi. Yana biri to'g'raqliqdan Nahiyaga boradigan tosh yo'l yasilib, qatnash osonlashdi. Demak, to'g'raqliqda zo'r o'zgarish bo'ldi. Bu o'zgarish to'g'raqliqning tashqi qiyofatidan emas, odamlarning ruhiy dunyosi, havasi, yurish turishi, kiyinishidami ifodalanib turadi. O'zgarmagan birla narsa bor edi. U bo'lsa-mu to'sqinsiz, yugansiz, o'zi bilginini qiladigan qum bo'ron edi. U to'g'raqliqning hammadan oliy hukmron edi. U xolisa kechada, xolisa kunduzda chiqib beradi. Etizlardagi amdala to'rt quloq bo'lgan maysillarni, o'rilish oldida turgan denini ko'tarolmay qolgan bug'doylarni, amdala qo'naqdek bo'lgan ko'k g'o'rilarni bir pastila xonavayron qilib, hamma yerni qumga ko'matdi. Bo'libmi atiyozda bo'ronliq kunlar bir-biriga ulashib ketadi. Cheki yo'qdek bilinadigan vahimli kechalarda bo'ronning vushqi etishi, daraxtlarning Bo'libmi atiyozda bo'ronliq kunlar bir-biriga ulashib ketadi. Cheki yo'qdek bilinadigan vahimli kechalarda bo'ronning vushqi etishi, daraxtlarning g'irislab inqirishi, qo'noq shoxlari bilan chatqonlarning shuvildishi, o'g'zida nimalarningdir tarqalishi xuddi jiroq g'oyib shaharda bazmi qurgan jinlarning nag'ma navosidek bilinadi. To'g'raqliqlar ashu sadolarga quloq silib, ko'zlarini qorong'ulikqa tikkinicha xiyol suratdi. Uxlab qolganlarda bo'lsa, bakmi shirin, bakmi go'zal, ba'zida qo'rqinchliq yoki sirliq, tegiga yetkili bo'lmag'idek g'alati tushlarni ko'ratdi. Bo'ron to'xtaganda uylardan chiqib, ne'matning o'rinlashtirishi bo'yicha etizlardagi qumni tozlaydi. Qum tinib qolgan buloq ko'zlarini ochadi. Ziroatlarni qaytadan terishga tutish qiladi. To'g'raqliqda hayot ana shu tariqada davomlashyapti. Xo'sh, bugun mush yergacha anglayli, oxirini kelar ketim davomlashtiramiz. Aman bo'ling, xo'sh.